Assalomu alaykum, opa singil, aka-ukalar, yaxshimisizlar? Zo'rmisiz? Mana bugun ishimizga kir mashina kelib, bu kir mashinaga nima qilibdi deganlarga, kir mashina suv chiqarmay qo'yadi. Men chakana chiqarib qolibdi. O'shani motor kuygan ekan. Aslida o'zini remont qilib beramiz, ishlash jarayonlarini qo'yamiz hozir. Tashlab ketdi egalari. Keyin ko'pga nima sozlashlar kerak, bemalol televizor, telefon, kir mashina hammasi sozlaymiz. Bu yoqda o'sha saksofxonamiz, filma raqamlarimiz kerak bo'lsa bu yerda ham bor. Hozir qo'yib ketamiz. Ko'plar manzilda adashyapti, aka manzil deydi. Manzilni yana bir bor tushuntirib ketaman. Qarang. Manzildan tepaga chiqqanda o'ng qo'lda, bozordan kelganda chap qo'lda to'g'ri keladi. Masjidimizni oldi. Mana bu kir mashinamiz motorchilarni ochib oldik. Mana motorchilarning ichiga mashina musullar kirib ketgan ekan. Ko'rdingizmi? Qaschiqlar, hozir ishlaydigan qo'yamiz. Opa singil aka-ukalar mana aylantiryapti. Mana ishladi, mana suv jarayonlarini mana buni shunaqa buraymiz. Mana suv chiqish jarayonlarini buni o'chiramiz. Mana chiqish jarayonlarini ko'rdingizmi? Mana zakon og'yapti, parallel. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilamiz.